1943-yil Ikkinchi jahon urushi eng dahshatli bosqichga kelgan edi. Sharqiy frontda nemis armiyasi hali ham juda kuchli edi. Ularning qo'lida yangi dahshatli tanklar, Tigr va Panteralar bor edi, lekin juda ham ko'p hollarda Sovet T-34 va KV tanklari son jihatdan ustunlik qilishardi. Ammo Sovet tanklari ularning oldida ba'zida juda ham ojiz qolardi. Ammo bu ham uzoq davom etmadi. Sovet ittifoqi urush taqdirini o'zgartiradigan yangi qurolni yaratdi. Bu bugungi mavzuyimiz Is-2 og'ir tanki edi. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Mexanik War kanali va bugungi mavzuyimiz aytib o'tganimizdek Is-2 tanki. Kelinglar. Is-2 tanki urush taqdirini qanday o'zgartirgani, uning xarakteristikasi va boshqa ikir-chikirlarigacha bugun to'liq ko'rib chiqamiz. Va biz boshladik. Is-2 tanki 1943-yilda ishlab chiqarilgan. U Is-1 modelining davomchisi edi. Is degani Iosif Stalin nomidan olingan bo'lib, u tank Iosif Stalinning maxsus bo'linma tanklar diviziyasiga kiradi degan ma'noni bildirardi. Xuddi Gitlerning SS bo'linmasi singari, Iosif Stalin tanklari Stalinning maxsus kuchlar tankchi bo'linmalari safiga kirardi. Aniqrog'i deyarli shunday edi. Is-2 tankining yaralishi shundan boshlandiki, Is-1 tanki janglarda ko'pincha o'zining qalin zirhi bilan dosh bersa-da, o'zining 85 mm to'pi bilan unchalik yaxshi natija ko'rsata olmasdi. Nemis Tigr va Pantera tanklari zirhini teshib o'tish uchun kamida 88 yoki 100 mm to'p kerak edi. Shuning uchun Is-1 shassisi modernizatsiya qilinib, unga yangi minora va 122 mm D-25T to'plari o'rnatildi. Va shunday qilib yangi temir yirtqich Is-2 tanki paydo bo'ldi. Bu tank butun boshli urush davomida Sovet tanklarining ishlab chiqarish joyining yuragi Tankgorod nomli zavodlarda ishlab chiqarila boshlandi. Is-2 ning yuragi uning 122 mm D-25 to'pi edi. Bu qurol juda katta kalibrga ega, kuchli portlovchi snaryadlar otardi. Tanklar va bunkerlarni hech qanday qiyinchiliksiz vayron qilardi. Ko'pincha bitta aniq zarba yetarli bo'lardi. Ammo kamchiliklari ham bor edi. Snaryadlar o'ta darajada katta bo'lgani uchun yuklash jarayoni sekin edi. Har 20-25 soniyada bitta o'q. Bu esa tezkor janglarda muammo tug'dirardi. Is-2 ning yana bir muhim ustunligi uning qalin zirhida edi. Old qismi taxminan 120 mm zirh bo'lib, qiyshiq shaklda joylashtirilgan edi. Bu dizayn snaryadlarni qaytarish imkonini oshirardi. Ko'plab nemis tanklari Is-2 ni uzoq masofadan teshib o'ta olmasdi. Shu sababli u jang maydonida juda chidamli hisoblangan. Tank og'irligi jami 46 tonna bo'lib, u soatiga 35-37 km tezlikkacha chiqa olardi. Dvigatel esa dizel yoqilg'isi orqali quvvat olardi. Is-2 juda og'ir bo'lishiga qaramasdan harakatlanish qobiliyati yomon emas edi. U Tigr tankiga qaraganda tezroq manyovr qila olardi. Aynan shu tomoni ham avvalgi mavzuda aytganimiz Kongstigirga qaraganda ancha yaxshi ustun tomonlarini ochib berardi. Is-2 tanklari asosan quyidagi vazifalarni bajargan: shahar janglarida oldinga yo'l ochish, dushman mudofaasini yorib o'tish, og'ir tanklarga qarshi mudofaa kurashlari. Ayniqsa 1945-yilda Berlin uchun janglarda Is-2 tanklari hal qiluvchi rol o'ynagandi. Ular devorlarni buzib, piyodalarga yo'l ochib berishdi. Shunday qilib Is-2 tanklari qahramon tankka aylanishdi.
I-2ning asosiy raqiblari bu Tigr 1 va Tigr 2 tanklari edi. 122 mm snaryad hatto to'g'ridan-to'g'ri Tigr zirhini teshib o'tmasa ham, kuchli zarba bilan tank ichini vayron qilishi mumkin edi. Ya'ni I-2 tanklari juda ham kuchli fugas snaryadlari bilan o't ochardi. Ushbu snaryad oldi zirhni teshib o'tmasa ham, portlash to'lqini tank ichini vayron qilib yuborgan va nemis ekipajlarini joyida asfalo-sofilga ravona qilardi. Shu bois nemis ekipajlari I-2dan qo'rqishgan. Ammo yaqin masofada va tezkor janglarda Tigr tanklari ham xavfli bo'lib qolardi. Va mana shu narsa I-2 tanklariga juda ham katta muammo tug'dirardi. Xulosa qilib ayta olamanki, I-2 bu oddiy tank emas edi. Bu Sovet Ittifoqining kuchli javobi, strategik ustunligi va texnologik yutug'i edi. U urushning yakuniy bosqichida muhim rol o'ynadi va tarixda o'z nomini qoldirdi. Bugungi kunda ham I-2 tanki tarixdagi eng mashhur og'ir tanklardan biri sifatida eslanadi. Shunchaki kuchli bo'lgani uchun emas, balki g'oliblar qo'lida xizmat qilgani uchun u eng kuchli tank sifatida tilga olinadi. Zero, o'rtoqlar, bir narsani esimizda tutishimiz kerakki, qalam doimo g'oliblar qo'lida bo'ladi. Tarixni faqat g'oliblar yozadi. Keyingi sonlarda uchrashguncha azizlar, sog' bo'linglar.